Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, shu turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Uyda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hali uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamshanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima ishing sana? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, Ibi. Shuni to'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nimaga kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimangni ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan, bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nimaga kayf ketdi? Ha? Ana, tarvuz to'pdingiz. Ha, ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amakni to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boyli ekan. O'shanga nima deyaveradilar-da. Musi kapak.